Hoş geldiniz. Mana shu uyda bir mahalla kuyib, kul bo'lib, bir qo'rqinchli ahvolda edi. Mana bugun Allohga shukr, mana uylar bitib, mana bugun elimdan birga uy to'ylarini qilib xursandchilikda o'tiramiz. Mening niyatim doim Qirg'izistonimizda osmonimiz ochiq bo'lsin. Shu osmon ochiq osmon ostida tinch, totuv, intimollikda yashab bu qora kunlarni bo'lak ko'rmaylik. Butun elimga, prezidentimizga, hammaga rahmat aytaman. Mana hozir endi baribir yerlar esdan chiqmaydi-yu. Lekin men eng xursand bo'lganimki shu ta'zim qilaman-da, shu el bor ekan, yurt bor ekan. Mana o'ylarni to'lg'azib qo'ydi. Kiyim bosh deymizmi, produktlar deymizmi, har taraflama qo'llashibdi, aqchadanmi, hamma yoqdan qo'llashibdi. Elimga rahmat. Butun Qirg'izistonga, butun mening nazarimda adashmasam, Qirg'izistonda har bir ayildan, har bir naqasdan odam keldi-da. Ko'rdimda, shularni gaplashdim, ham suhbat bo'ldim. Ko'ngil so'rab ketgani ham o'zi bir davlat berib qo'ygandek bo'ldi-da. Bugun elimizga, shu yangi qurgan uyimizga to'y berib o'tamiz. Hurmatli Qirg'iziston elim, to'yga kelingizlar birinchi bo'lib. Uy buyursa bir 20 kunda bitib qoldi-da. Shukr, shunchalik qilib qurib berganiga davlatimizga shukr. Shunday qilib bizni ko'chaga qoldirmay, shu uylarni qurib ichkariga kiygizganiga rahmat bor o'ziga. Qirg'iziston eliga rahmat. Qirg'izistonimizda urush bo'lmasin. Shu Qirg'izistonda mana kuyib ketgan uyimizni qalovuna keltirib berdi. Xudoga shukr. Endi mening ayta turgan ko'ygoyim ele granitsani bizga chechib bersa, shu granitsa to'xtalib ema qilib bersa, biz xudo xolasa bu Qirg'izistonning ko'kragi bo'lib turamiz-da. Tajik men Qirg'izning o'rtasida xudoga shukr. Bir ushul ele chegarani mana taxta bersa, bu yashashimiz yaxshi bo'lib ketadi deb umidda. Endi ushundan keyin biz umiddamiz, ushul chegara chechiladi. Bunday qayradan bo'lmaydi degan umidda. Bir gala umidimiz o'shol. Hech kimga bunday kunlarni salmasin. Endi ushunchalik bari kelib bizga taxta beramiz degan men o'shol qo'rqinchlar tele bor biroq. O'shol umid bilan yashashimizda qo'rqinchni ortga qoldirib. Biroq qo'rqinish bor. Ushuncha nimadan keyin bu endi qachongacha bo'ladi bilmaymiz-ku. Biroq qo'rqinish bor. Qachon ushul chegara chektirilib bitsa, o'shanda qo'rqinch yo'q bo'lishi mumkin. Algacha hech narsa deya olmaymiz.